Taqib ham ko'rdim mana. Chiqmayapti mana bu ham. Juda qattiq zich. Mana ko'rib turibsizlar. Gazoblovda eksperiment qilib tekshirmoqchi bo'lsanglar, og'ir ushlasini mixdan foydalanilmaydi. Sababi mix yog'och shu. Bunga samarezlari bor, o'zini probkalari bor. Shundan ishlatiladi. Sababi o'zi bu tabiiy mo'rt narsa bo'ladi. Chunki bu issiq usha berish kerak. Bizga keragi issiq ushlashi. Og'ir ko'tarishga keladigan bo'lsangiz, samarezda, ankilda qataradigan bo'lsangiz, bir dona gazoblovimiz 300 kg vez ko'taradi. Menimcha bitta odamga yetsa kerak shu issiq sovug'ligini hisobiga. Yetib kelishlari qanaqa bo'ldi? Kim vaqtida yetib keldi, sinimini chiqmadi. Hammasi joyida mana ko'rib turganingdek. Ustalar mana ishlayapti, boshladi. Endi mana bitgandan keyin yana bir qator ko'rsatamiz video qilib, Xudo xolasa. Ya hozir ham shu holatda ham tavsiya qilaman, chunki menga ham yoqdi-da gazoblo. Agar uyingizni nimada qurishga o'ylanayotgan bo'lsangiz, ikkilanayotgan bo'lsangiz, bizda avtoklavning gazoblovlarimiz bor. Hoziroq pastda ro'yxatdan o'ting, biz sizga aloqaga chiqamiz.